Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchi, biz Muallim Thani kitobimizdan mad harflarini o'qishni o'rgatdik. Davom etamiz. Yuqalu. Qofdan keyin mad mana alif bor. Oldi fathali kelyapti. Ikki harakat miqdori cho'zamiz. Yuqalu. Yutafu. Qur'on o'qiyotganingizda har qanday harfdan keyin alif bormi? Demak, uni nima qiling? Cho'zing ikki harakat miqdorida. Yutafu. Tutabu. Yaqulu. Endi bitta vav kelyapti. Mana dommalik va vav harakatsiz ikki harakat miqdori cho'zamiz. Yaqulu. Harakat deganimiz u borku u. Shuni ikki barobar ko'paytiring. U. Xuddi shu ko'paytirish bilan o'lchanadi. Taqumu. Yatufu. Yatubana. Yaquluna. Bu kalimada qarang, ikkita mad harf bor. Ikkalasini ham teppa-teng bir xil cho'zing. Yaquluna. Taqumuna. Yatufuna. Taquluna. Yansuruna. Bu yerda ixfo qoidamiz bor. Nun harfi sukunlik va undan keyin sod harfi kelyapti. Sod harfini ichiga yashiramiz, vovda esa cho'zamiz. Yansuruna demaymiz. Yansuruna. Qaytaraman. Yansuruna. Tadkhuluna. Bu yerda dal harfi qalqala. E'tibor bering. Tadkhuluna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Ta'lamuna. Yashhaduna. Tasrifuna. Yarji'una. Tajlisuna. Yukrimuna. Tuslimuna. Yukhlisuna. Tukrimuna. Bu ham nun nima sod ichiga yashiriladi. Yansuruna. Ushlab turing. Yansuruna. Tudrabuna. Tudrabuna. Yajtami'una. Jin harfini qalqala qiling. Yajtami'una. Taktasibuna. Taktasibuna. Kada hammasi bilinsin. Yahtasibuna. Ha bo'lib qolmasin, yumshoq ha. Bu o'rtacha ha. Yahtasibuna. Tastashhiduna. Sukunli harflarda aniq bildiring. Tastashhiduna. Tastashhiduna. Yastakhrijuna. Qoni yo'g'on qiling. Yastakhrijuna. Ya'ni takrorlayman. Yastakhrijuna. Xuddi shu tartibda mana shuni tugatib qo'yamiz. Ushkura. Unsura. Buni qoidasini bildik. I'lama. Ushkuri. Unsuri.
i'lami. Mukrimani. Muslimani. Muxlisoni. Bu yerda ham nun harfini fa ichiga yashiramiz. Qanday? Munfiqoni. Takrorlayman. Munfiqoni. Mukrimuna. Muslimuna. Mukhlisuna. Munfiquna. Muslimat. Teda hammasini bildiring. Mukhlisat. Mansuruna. Matlubuna. To'da qalqala qiling. To harf qalqala. Tebratamiz. Matlubuna. Matlubuna. Aynan xuddi shunday o'qib ustozingizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Fa subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.